Bir imom yaqinda bo'lgan voqea, O'zbekistonda bo'lgan, adashmasam. Rustamjon Domrov bilan ko'rishmaganimizda yonida yurgan bir qadrdon akamiz aytib qoldi. Bir imom jumada ma'ruza o'qib tursa, har doim masjidga kelishida bir alkash odam bor ekan, aroq ichib, doim shu ichib yuradigan, hech umrida namoz o'qimagan odam. O'sha o'tiribdi ekanda jumada. Ko'rib xursand bo'lib ketdi. "Ye" debdi. "Qayerdan bo'lgan? Tavfiq nasib qildi" deb jumani tugatib, solib borib quchoqlab, tabriklab, "Sizga qayerdan berdi hidoyat Alloh" desa, keyin aytibdi, "Juda ta'sirlanib ketdim men mana shu gaplarni eshitib. Men aroq ichardim, to'g'ri, lekin bu aroqni haromligini va menga zarar berishini bilardim" dedi. Faqat nafsimga kuchim yetmasdi. Men bu namoz o'qishga kelayotgan odamlarni juda ham havas qilardim. Men ham kelgim kelardi, shu yerga namoz o'qigim kelardi, jumalarga chiqqim kelardi. Lekin oyog'im bu yoqqa meni tortib olib kelar